Qanday qilsak bolalarning ishtihasi ochilib, tomoqni obda yeydi degan chaqda Abdumjid aka hozir shu kichik bolalardagi tomoq yemaslik masalasi bak ig'ir ekan. Mush to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. bo'ladi ukam. Cho'nglardan anglasak, mushu cho'nglar o'z zamonasi kichik chaqlarda ota-onalari shu sanduqda shu nonni saqlayotgan, bolalarningki yegisi kelib o'sha tomoqni shunda qiynalib shu sanduqqa qulpsab qo'ygandan keyin ocholmay normaliq yeyotgan. Ota-onalar bo'z yemasang bolam deb tutgan shunda yeyotgan. Hozirgi bolalarni mana yegin debmi yuguzib bo'lmaydi. Buni sababi nima degan chaqda bir narsa nuqtadan yig'inchoqlaydi. Birinchisi biz odatda 3 vaqt tomoq yeymiz. U bolalarimizga tomoqning oldida ushaq yemeklarni amal bermaydi. Yemesin kichik bolalar. Ya'ni bu qanot moddasi yuqori bo'lgan yemeklar, tatlı narsalarning o'zima bolalarda to'yinish, oshqozonida to'yinish sizimi paydo qilib, bolada ishtahisini paydo qilib qo'ydi. Uningda bilan ushaq yemeklarni masalan shu bang-bang deyotgan, latyo deyotgan, tayyor cho'p deyotgan, har xil kamtiklar, shunday ushaq yemeklarning o'zi oshqozonniki tibetida to'kilashni paydo qilib, oshqozonning ho'lligini oshirib, so'g'oqligini shuning bilan bolada ishtiho tutilishi paydo qilib qo'ydi. Shuning bilan ota-onalar doktorxonaga berib, bu totang sanga olsam bitta, qantiloqlayotgan dori olsam bitta deb doktorning beshini og'ritgan bilan u dori iste'mol qilgandan keyin alohida cho'q unumni ko'rmaydi. Shunga ota-onalarningki bolalarningki qo'shimcha yemakni cheklashi. Endi shu bolalarimizningki ishtihasi tuallab kelsa, tomoq yegili unimasa, endi qayda qatmiz. Tomoq yemamdiki bu bolam desa, ushaq narsani ko'rsa talishib yeydi. Endi shu bolalardagi shu ishtihasizlik kelib chiqqan chog'imizda ota-onalar vaqtida bayqamasa yoki vaqtida davolash ilib bormasa, bu bolalardagi nima kasallikni keltirib chiqarib qo'ydi degan chog'da bolalardagi shu ishtihasizlikning o'zi badanga uzuqlik yetishmaslikni, kalsiy tanlab ketishni, kalsiy yetishmaslikni, qizil qon hujayrasi ozlab oqqan hujayrasi ko'payib ketib, bolalarda untuqaq o'tgan, kechisi uxlag'olmayotgan, to'li jo'ylayotgan, pey tortishib qotgan, kechisi sip yotayotgan, quliqi g'umildayotgan, beshi qaytgan, oson charchayotgan, dars mangizga tushmayotgan, nurg'unlagan kasallikni keltirib chiqarib qo'ydi. Qanday qilsak bolalarning ishtihasi ochilib, tomoqni obda yeydi degan chaqda, bolalarningki ushaq yemeklarni ko'p yeyib olishini to'saylar. Cek yuvamızın balla. Bizimizdeki yerlik uzuqlıklardan mesela pinni gulqunu var, kızıl gulqan var, narpinli içimlikimiz var. Doğrularımızdan bolsa amilniştar lölevimiz var, kızıl gül içimlikimiz var. Muşularını koşumcu ballarımızga bersek, ballarımızga iştihası asasa içilip, ballarımız süperlik sağlam, akli kuvveti, cismani cihetten, ruhi cihetten sağlam bir balada birini bakıp çoğun kılalıkmiz. Ben her günü noçe tibaba dönümünü sözlevat etme. Konularını yakan bozu göncu kılıp anlar. Yüek bir panlar. Pişketet konuları iyi yazıp panlar. Evet, köşeler mesela.